somsa tugilishida qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bittagina siri bo'ladi qizlarjonlar. Ko'pchilik shu joyiga ahamiyat bermaydi. Agar sezgan bo'lsanglar, juva yordamida tepaga pastga qilib bir marta ochdim. Keyin qo'lim bilan ko'tarib, dasturxonning ustidan olib, bunaqasiga qilib qo'ydim. Shu qo'ygan joyimda endi xamir qimirlamasdan turadi, faqat chetlaridan qo'limni harakatini o'zgartirib, juva yordamida hamma joyini bir xil qilib ochib olaman. Shunday qilib ochilgan xamirni margarini erib ketmaydi va chiroyli bo'lib qavatlari bir-biridan ajralib pishadi. Xamirimizni 15 sm dan qilib har birini ochib olamiz. 1,5 osh qoshiq nachinka solib, 3 ta chetini baravar qilib buklab yopib chiqamiz. Ahamiyat beringlar, 3 ta cheti bir xilda yopilishi kerak. Mana ko'rib turibsizlar, videoda ham tushuntiryapman. 3 ta cheti bir xilda yopilgan. Ana endi videoda ko'rsatilgan joyidan boshlab o'rtaga qarab 3 ta joyidan buklab tugib olamiz. O'zini og'irligi, nachinkani og'irligi pastga tushib, somsa dumaloq shaklda tugiladi.